qayerga yo'qolib qoldik deb hayron bo'lmanglar. Assalomu alaykum. Navruz bayramlar bilan. Semiz qizim kasal bo'lib qolgan, kuchukcham, qorni ishib ketgan. Chaynamasdan yutaverib hamma yoqda. Shunga uyda yotibmiz bugun. Yonimga olib kelib oldim, yonimda yotibdi. Shunaqa gaplar, yo'qolib qolmadim, shu yerda men o'qib o'tiribman hamma soобщениясini. Yuzimni подтяжкасdan keyin как будто yuzim uzunchoq bo'lib qolganga o'xshaydi. Jicha squloq qildirib olmasam bo'lmaydi. Mana shu yerga jicha ozgina squloq qildirishim kerakmidek. Вот так. Да? Nima dedinglar? Ota yuzim как будто kvadratniy uzun kirpichga o'xshaydi. Shunaqa yotibmiz bugun uyda выходной, даже qo'limdagi hamma yo'qni yechib tashlab, bo'ynimdagi hamma yo'qni ham yechib tashlab o'tdix beryapman. Ko'chada miting bo'lyapti, ikki tomon yopiq. Ikki tomonda ham yopiq. Короче. Izyum yeb, yotibmiz. Kuchukcham dam olyapti. Bugun dieta. Hech bola yemaydi. Chaynamasdan yutaverib, qorni ishib ketibdi.